bir yoshlik qildik, kechirasizlar. Bizlar hammamiz bir butun O'zbekistonmiz. Xudo xohlasa Saturn g'alabalaridan so'ng faqat O'zbekistonni baqirib, mikrofonda gapirishlarni. Saturn. Nima bo'ldi? O'zbekiston deb qolibsanmi? Oldinroq aytish kerak edi O'zbekiston deb. Sizlar o'zi respublikani ichida o'z bo'linishni boshladilar-ku o'zi. Eshitamiz hali. O'z me'yoriga to'g'risiga olib kelib, faqat kerakli so'zlar bilan shunchaki tugatadi hammasi. Rahmat hammaga. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men o'sha oddiy xalqdan chiqqan jaydariga Saturnman. Bir yoshlik qildik, kechirasizlar. Bizlar hammamiz bir butun O'zbekistonmiz. Xudo xohlasa Saturn g'alabalaridan so'ng faqat O'zbekistonni baqirib, mikrofonda gapirishlarni o'z me'yoriga to'g'risiga olib kelib, faqat kerakli so'zlar bilan shunchaki tugatadi hammasi. Rahmat hammaga. 75 deb baqiradi. Nima bo'ldi? Yig'ishtiradigan odam bor ekan senga o'xshaganlarni. Ana shu iltimos qolgan mana bu bitta ikkitadan chiqqan o'sha ma'naviy buzuq aktyor, aktrisalardan ham iltimos shu yig'ishtirgan insonlarga iltimos qilamiz. Yana ham iltimos qilamiz. Shulardan yig'ishtirib taylasaydi. TikTokdagi ana haromxo'rlar, iflos itdan tarqaganlarni ham yig'ishtirib taylasaydi, ma'naviy buzuqlarni ham yig'ishtirib taylasaydi, juda zo'r bo'lardi. Men o'ylayman yig'ishtiradi, mana bulardan boshlabdi, yig'ishtiradi yaqin o'rtaga. Katta rahmat shuni kelib yig'ishtirgan bo'lsa, o'ziga keltirgan bo'lsa. Qolganlarni ham hushiga keltiringlar, qolgan bir ma'naviy buzuq bor. Ikkita o'sha xalq tanimay echkiga o'xshab TikTokda tanilgan, o'sha yoshlarning fikrini buzadigan ma'naviy, mantiqiy buzuqlarni iltimos bularni ham yig'ishtiringlar, juda zo'r ish yurti. Mana shu so'zlar uchun bitta like bosamiz, bitta like bosib qo'llab-quvvatlaymiz shu insonlarni. Bosamiz. Kimga qilganimizni to'g'ri qilibdi. Malades. Mana shu yo'ldan ketish kerak. Naborat o'zbek xalqi, o'zbek millati umuman olganda o'sha O'zbekiston xalqi hammasi birikish kerak, millatidan qat'iy nazar. Uzr kechirasizlar, millatidan qat'iy nazar hammasi birikish kerak, yaxshilik tomonga birikish kerak. Bir-birini orqasini kovlagan, banagi nima desam ekan? Translar bor, ularni yo'qotishga, umuman vobshim ularni nima mavzudan chiqarib yuborish kerak. Aktyor, aktrisalar bir-birini kovlashtirib yuribdi. Yaxshi tanishli odamlar, sportsmenlar ham даже shu narsaga o'tib ketdi, majbur bo'lib bir-biriga javob qaytarib, bir-biriga sportsmenlar vizib taylab, puldor banagi bitta ikkita mana u faloncha, pusvoncha deb yurganlar sportsmenlarning o'rtasiga aralashib fake qiladimi, ba'zida battar qilaman, prosmotr qilaman, boshqa qiladimi? O'shalarni ham yig'ishtirib tashlangizlar. Sportsmenlik ishini qilsin. Pul tikadigan bo'lsa, pul tikib shunga sportsmenga yordam bersin, kambag'alga. O'zi ko'tarilsin, kimgadir yordam beradi. Bunaqa vertolyotga o'tirib, vertolyotdan yoqqa uchib, yana hozir bittasi chiqqan hozir, yana bittasi bor bularning. Hozir shoshmay turing hozir. Mana maymunni qarangda, ana maymunni. Sani ham yig'ishtiradi. Buni qilgan ishini qarang endi. Sen kulaver seni hali, kuldiradi seni. Shoshma hali. Bitta like bossangiz, buni ham yig'ishtirib olsin, bitta like bossangiz, bu kishini ham yig'ishtirib olsinlar. Ja o'zidan ketib qoldi, erkata kenja bola. Xudo bir nakazat qildi mana.